Bismillahirrahmanirrahim. Hurmatli tinglovchilar, Ibrohim alayhissalom qalbi Rabbiga bo'lgan ishonchga to'la, Alloh taoloning nusrat berish va'dasiga bo'lgan ishonchi lim-molim, Alloh taolo o'ziga vahiy qilgan g'oyib, iymonga, amriga tegishli narsalardan aniq ishonchda edi. Ammo Alloh azza va jallaning qudratiga bo'lgan ishonchi yanada ziyoda bo'lishi uchun Parvardigordan qayta tirilishga belgi alomat ko'rsatishni so'radi. U Rabbidan o'liklarni qanday qilib qayta tiriltirishni so'radi. Rabbi unga ishonmadingmi deganida, yo'q, lekin dilim yanada taskin topsin degan edim. Batahki Ibrohim alayhissalom iymon keltirgan, tasdiqlagan, lekin nafsi ko'rishga oshiqdi. Ko'zi Alloh taoloning ajib qudratini mushohada qilish tomon intildi. Alloh taolo Ibrohim alayhissalomning so'raganiga javoban 4 ta qushni olib, so'ng ularni so'yib, bo'laklarga bo'lib, ularni go'shtini bir-biriga aralashtirishni, keyin har bir toqqa ularning har birini qo'yib, o'zi tomon chaqirishni buyurdi. Ularni chaqirganidan har bir qush a'zosi o'ziga qo'shilib, ularga hayot qaytdi. Alloh taolo biror ishni iroda qilsa, unga bo'l deyishi kifoya. Bas, u darhol bo'ladi. Alloh taolo marhamat qiladi. Eslang, ey Muhammad, Ibrohim, ey Rabbim, menga o'liklarni qayta tiriltirishingni ko'rsat deganida, Alloh ishonmadingmi dedi. Ibrohim aytdi, yo'q, lekin dilim yanada taskin topsin. Alloh aytdi, 4 ta qushni olib huzuringga jamla va uning maydalab, so'ngra atrofingdagi har bir tog'ning ustiga ularni bo'lak-bo'lak qilib qo'ygin-da, keyin ularni chaqirgin. Ular tirilib darhol huzuringga keladilar. Bilginki, albatta Alloh qudrat va hikmat egasidir. Baqara surasi 260-oyat. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Keyingi sonda Ibrohim alayhissalom haqidagi ma'lumotlarni berishni davom ettirsam. E'tiborlaringiz rahmat. Salomat bo'linglar. Studiyamga a'zo bo'lishni unutib qo'ymang.